Assalomu alaykum, hurmatli Media Engineering kanali kuzatuvchilari. Mana bizning qo'ygan videolarimiz ko'plab kuzatuvchilarning diqqat markazida bo'lib kelmoqda va biz bundan juda ham xursandmiz. Bugungi videomizning asosiy maqsadi videomizning kommentariyasiga kelgan savollarni o'qish jarayonida bizga ko'plab insonlar omad tilaganligiga guvoh bo'ldik. Buning uchun albatta rahmat. Va kommentariyalarning ichida xuddi shuni AutoCAD videosini ham joylang, AutoCAD videolarini ham joylang. Xo'p bo'ladi. Buni AutoCAD dasturida chizishni ham video qilib chiqing. Mana shunday kommentariyalar bizni yanada olg'a intilishga harakat turtki bo'lmoqda va biz bu insonlarning fikrini inobatsiz qoldirmagan holda ushbu video darsimizda xuddi mana shu chizmani AutoCAD dasturida chizishni o'rgatamiz. Vaqtdan yutish maqsadida tayyor titul qism va chizmani joylashtirib olganman. Xo'p. Chizmani chizishdan avval nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Rasmni kuzatamiz, ya'ni qayerdan boshlasak bizga qulayroq bo'ladi. Bunda biz yuqoridagi mana bu aylanadan chizishni boshlasak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Diametri 30 bo'lgan aylananing radiusi 15 bo'ladi. Buni hammamiz bilamiz. Davom etamiz. Radiusi 15 bo'lgan aylanani chizib olamiz va xuddi shunday radiusi 30 bo'lgan aylanani ham ustidan chizib olamiz. Ana endi keling buni biroz teparoqdan joylashtiramiz. Sababi chizmamizning pastki qismi sig'may qolishi mumkin. Mana. Xo'p, ana endi keyingi qism, ya'ni asosdagi mana bu ikki aylana. Bu aylananing markazi yuqoridagi aylananing markazidan 62 mm pastroqda joylashgan ekan. Xo'p, endi biz buni mana bu tarzda ifodalab olishimiz mumkin. Va aylananing markazlari orasidagi masofa 68 ko'rsatmoqda. Bu degani o'ng tomonga 34 va chap tomonga 34 ni ifodalaydi. Hop. Texnik nosozlik uchun uzr. Pastga qarab 62, o'ng tomonga qarab 34 va chap tomonga qarab 68. Hop, ana endi biz markazdagi aylananing kichik aylanani ifodalab olamiz va uning radiusi 10 ga teng ekan. Va uning ustidagi katta aylana radiusi 20 ga teng bo'lgan aylanani ifodalab olamiz. Va mana shu yerda bu aylanani bu tomonga yana chizishdan ko'ra biz bu aylanadan nusxa olib, narigi tomonga shunchaki ko'chirib olib qo'ysak ham bo'ladi. Bizning ishimiz tez va sifatli bo'ladi. Xo'p, endi ko'pchilik uchun qiyinchilik tug'dirilayotgan tutashma qismini kelamiz, ya'ni mana bu yerni ifodalaymiz va radiusi 120 ga teng bo'lgan aylanani chizib olamiz. Xo'p, ana endi buni o'chirish uchun obrazец buyrug'ini bosib, enterni bosamiz va o'chirishni boshlaymiz. Mana bu qolgan qismni esa umumiy belgilab delete buyrug'i orqali o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Endi xuddi mana shu ishni bu tomonda ham bajaramiz. Buyruq beramiz. Aylananing ikki nuqtasini ifodalab, radius funksiyasiga teng bo'lgan tashqariga chizib olamiz. Bunda ham xuddi shunday obraz
buyruqni bajarib enterni bosib bu yerda mana bu yerni ochamiz. Qolgan joylarni esa shunchaki umumiy belgilab delete orqali o'chirib tashlasak bo'ladi. Xo'p. Ana endi bizning keyingi qiladigan ishimiz mana bu ikki aylananing tutashmasini bajarish. Ya'ni bunda birining tashqi tomonidan 115 ga teng bo'lgan aylana orqali tutashtiramiz va bundan xuddi shunday obrazец buyruqni bajarib enterni bosib mana bu qismlarni o'chiramiz va qolgan qismni shunchaki umumiy belgilab delete buyrug'i orqali o'chirib tashlaymiz. Endi aylananing mana bu ichki qismidan tutashmasini ifodalaymiz. Bunda uning radiusi 75 ga teng ekan. Xo'p. Endi obrazец enter va mana bu yerdagi kichik umumiy belgilab delete orqali o'chirib tashlaymiz. Xo'p, endi bizda keyingi qiladigan ishimiz mana bu kichik aylanani chizib olish bo'ladi. Bunda buning kichik aylananing markazi asosdagi ikki aylananing markazidan 28 mm pastligiga keltirilgan va biz mana bu nuqtani shunchaki pastga qarab yana 28 mm davom ettiramiz va mana shu nuqtadan radiusi 6 ga teng bo'lgan aylanani chizib olamiz. Xo'p. Ana endi bizning keyingi qiladigan ishimiz shaklning pastki asosi aylanalar markazidan 90 mm pastda ekan. Endi biz mana bu nuqtani shunchaki pastga qarab 90 mm davom ettiramiz. Endi bizga kerak bo'ladi chiziqni belgilab o'ng tomonga umumiy uzunligi 130 bo'lgan chizmaning o'ng tomoniga 65 va chap tomonga qarab 130 mm yurgizadigan bo'lsak o'ng tomonga qarab 65 chap tomonga qarab 130 desak to'g'ri bo'ladi va oyoqchasining balandligi 15 ga keltirilgan 130 va 15 qo'yib shaklni yopamiz. Ana endi xo'p, bizning keyingi qiladigan ishimiz 84. Mana shu oyoqchalarning markazlaridan umumiy uzunligi 84 ga teng bo'lgan oraliq bo'shliq bor. Biz buni chap tomonga 42 deymiz va yuqoridagi ikki aylananing biriga to tekkungacha davom ettiramiz. Ana endi biz bu aylanani chiziqni shunday belgilaymiz va bundan nusxa olib mana shu yo'nalish bo'ylab 84 mm o'ngga yurgizadigan bo'lsak, bizning nari tomondan xuddi mana shunday chizmadan nusxa paydo bo'ladi. Ana endi bizning keyingi qiladigan ishimiz bizga mana bu chiziq endi kerak emas. Biz chiziqni belgilab olamiz va yuqoriga qarab 50 yurgizamiz. Ana endi biz mana bu yer va mana bu yerni shunchaki belgilab olamiz. Bu shunchaki qoralama. Endi mana bu yerdagi oyoqlarning qiyalik gradusi 75 gradusni tashkil etyapti ekan va bu aylana markazidan 60 mm oraliq kenglikda bo'lmoqda. Endi biz buni qanday chizamiz? 30 mm chapga va yuqoriga qarab
keling mana bunday osonroq usulni qo'llaymiz. Ya'ni hop boshqa yerdan chiziqni belgilab olib buni ham o'chirib tashlaymiz va boshqatdan mana bu tomonga qarab 30 va yuqoriga qarab 70. Hop, ana endi yoqqa qarab ham 30. Hop, 105 bo'ladigan bo'lsa teng bo'ladi. Ana endi biz mana bu nuqtani shunchaki tutashtirib qo'yamiz. Biz mana bu joylar endi ortiqcha qism bo'lganligi uchun ularni shunchaki olib tashlaymiz. Mana. Hop, bizda shakl deyarli aniq ko'rinishga keldi. Endi biz bu yerdan keraksiz joylarni olib tashlab, ishimizni yana ham chiroyli ko'rinishga keltirib olishimiz mumkin. Lekin bularni bajarishdan avval mana bu joyni belgilab ketishni maslahat beraman. Chunki shakl to'la bitgandan so'ng bu joyni belgilash biroz qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Hop, ana endi bizga kerak bo'lmaydigan joylarni olib tashlab, ishimizni yana ham chiroyli ko'rinishga keltirib olamiz. Mana bu yer, mana bu yer, mana bu yerlar kerak emas. Hop, ana endi mana bunday keraksiz qismlarni to'la o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Mana shakl deyarli tayyor ko'rinishga keldi. Ana endi bu yerda nozik joylari, ya'ni tutashmalar bilan ishlaymiz. Hop, ko'rinib turibdiki, asosdagi ikki aylana va oyoqchaning yon chekkasi o'zaro 6 gradusli aylana bilan tutashtirilgan. Va bunda aylanani mana bunday joyni belgilab radius 6 teng bo'lgan aylana chizib olamiz. Va xuddi shu ishni mana bu, ya'ni o'ng tomon bilan ham bajaramiz. Hop, ana endi bizning qiladigan ishimiz yana keraksiz joylarni olib tashlash. Ya'ni mana bu joylarni olib tashlash bo'ladi. Hop. Ana endi oyoqchalari esa 6 teng bo'lgan. Abrazes biron bajarib enterni bosib oyoqchalar deyarli tayyor bo'ldi. Ana endi mana bu ichki qism bilan ishlaymiz, ya'ni radius bo'lgan aylana bilan. Hop, xuddi bu ishni mana bu joy bilan ham qilamiz. Hop, ana endi abrazes biron bajarib, mana bu yer, mana bu yer va mana bu qirralarni olib tashlash kifoya. Hop, endi bizda qiladigan yagona joy radius 7 ga teng bo'lgan mana bu joyni ifodalash qoldi. Va xuddi bu ishni qilamiz. Abrazes
bizda tayyor shakl ko'rindi. Endi bizdan qiladigan ish keyingi qism, ya'ni asosiy shakl o'lchamlarning qalinligiga qaraganda qalinroq bo'lishi kerak, ya'ni to'la ko'rinishi uchun. Mana bu joy, mana bu joy, mana bu joy. Ana endi buning qalinligini 50 mmgacha oshiramiz. Mana bizda shakl tayyor. Endi buning o'lchamlari ustida ishlashni boshlaymiz. Mana bu yerda kichik bo'lak ketibdi. Xo'p. Endi bizdan talab qilinadigan keyingi narsa shaklning shtrix punktor chiziqlarini chizib olish. Bu yerga va toki mana bu joygacha. Mana endi mana bu yergacha. Hop. Bo'ldi. Endi yagona qiladigan ishimiz o'lchamlarni qo'yib chiqish qoldi. Hop. Oltmish sakkiz. Hop. Diametr barcha aylanlarning diametrlari qo'yildi. Ana endi o'lchamlar radius bo'yicha qo'yib chiqamiz. Radius 75, radius 7, radius 6, radius 7. Radius 10. Hop. Endi mana bu o'lchamlarni qo'yib chiqamiz.
issiqni doimiyga o'tkazib qaytadan o'lcham beramiz. Ellik. Endi 90. Endi hop, keyingi masofa 28. Keyingi masofa 84. Va eng so'nggi masofa 130. Hop. Unutib qoldirilgan joylar menimcha bo'lmadi. Hop. 60 68 60 30 62 90 28 50 15 radius. Hop, bizda unutib qoldirilgan yagona joy mana bu joy bo'ldi. Ya'ni mana bu joyda radiusni 10 ga teng bo'lgan aylanib biriktirib turish kerak edi. Ana endi obrazец enter. Mana bu joylarni olib tashlaymiz. Bu joy va endi qiladigan yagona ishimiz, so'nggi ishimiz yerni ko'rinishga keltirish va radiusini. Hop, mana endi chizmamiz yagona joyni qoldi, ya'ni işte
chizmani bunga nasibamiz va oxirgimiz Hop, umuman olganda ishimiz bitdi. Ya'ni chizma rasmdagi tasvir bilan birga bir ko'rinishga keldi. Hop, mana bu quyruq. Hop, chizmamiz yakuniga yetdi. Agar kimgadir bu video foydali bo'lgan bo'lsa, men albatta xursandman. Va aytib o'tish joizki, mana bu yerda, ya'ni burchak shtampda muhandislik grafikasi o'qiganlar yaxshi biladi. O'zi, ya'ni O'zbekiston, hujjat, familiya, ism-sharif, imzo va sana. Bularning bari chizgan inson, tekshirgan inson va qabul qilgan insonlar uchun alohida talab qilinadi. Va chizmamizning asosiy maqsadi mazmunni tarkibida tutishga qatnashgan detal chizmasini chizish edi. Bizning asosiy maqsadimiz satuv talabalariga yaqin yordam berish bo'lgani uchun tartib yozilgan bu yerga va ushbu fan tegishli bo'lgan kafedra, bu yerda list, massa, masshtab barobar degani chizmaning o'lchami bilan biz AutoCAD dasturida chizgan chizmaning o'lchami bir-biriga mos kelishi nazarda tutilgan. Hop, chizmamiz foydali bo'lgan bo'lsa, biz albatta xursandmiz. Bu video albatta YouTube platformasiga yuklanadi. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarimizda yana siz so'ragan mavzularda albatta videoroliklar tayyorlashga harakat qilamiz.